Makka millionlab musulmonlarning yuragidagi qibla. Butun dunyo musulmonlari qalbida unga intilish, unga yetishish orzusi bor. Ey aziz birodarim, ey muslima singlim, agar sening qalbingda Makka shahrida o'qish, Baytullohni ko'rish, oilang bilan muqaddas zaminda yashash va haqiqiy diniy bilim olish orzusini saqlayotgan bo'lsang, lekin imkoning bo'lmasa, bu imkon aynan sen uchun. Ummul Qura universiteti Makka shahrining yuragida joylashgan, butun dunyodagi musulmonlar orzu qiladigan yuksak ilm maskani. Bu yerda islomshunoslik, Qur'on ilmlari, hadis, fiqh, aqida, til va adabiyot hamda boshqa diniy sohalar mavjud. Nega aynan Ummul Qura? Butunlay bepul ta'lim, yotoqxona, oziq-ovqat, stipendiya bilan ta'minlanadi. Dunyoning turli burchaklaridan kelgan musulmon yoshlar bilan birga o'qish, tajribali ustozlardan sobit aqida va sof manbalar asosida ta'lim olish, Baytullohga yurish masofasida yashash. Bu oddiy universitet emas, bu ilohiy ilmlarning markazi, bu qalblarni titratadigan dargoh. Bu yerda nafaqat dunyoviy ilm, balki oxirat uchun aziz bo'lgan ilmni olasiz. Orzularingiz ortda qolmasin. Imkoningiz yo'q deb o'ylamang. Bu imkon sizni kutmoqda. Makka sizni chorlayapti. Ummul Qura universiteti ilm, taqvo va orzular manzili. Bu universitetga hujjat topshirishni xohlasangiz, bizni Telegram sahifamizga murojaat qiling va eng arzon va qulay narxda hujjat topshiring. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.